Farg'ona shahridagi Temurbeklar maktabida Ulug'imsan vatanim shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda vatanparvarlikka yo'g'rilgan qo'shiqlari bilan yaxshi tanish bo'lgan san'atkor Alisher Hamrayev barchaning ko'ngliga ko'tarinkilik bag'ishladi. Tadbir viloyat hokimligi Temurbeklar maktabi jamoasi hamda O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi Farg'ona viloyati bo'limi hamkorligida tashkil etildi. Vatan, xalq, tinchlik haqida qo'shiq kuylash uchun hofiz bo'lishi shart emas. Inson avvalo vatan ishqi bilan yashashi, o'z taqdirini vatan taqdiri bilan bog'liqligini yurakdan his etishi va fidoyi bo'lishi kerak xolos. Tadbirda ana shu fikrlar ijro etilgan qo'shiqlarda o'z ifodasini topdi. Bu yerda bizga ofitserlarimiz va ustozlarimiz tomonidan vatanga jasur va vatanparvar fidoyi inson bo'lib yetishishimizni o'rgatishib, uqtirib kelishmoqda. Kelajakda Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasiga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilib, jasur o'g'lon bo'lishga va'da beraman. Harbiy bo'lish har bir yigitning orzusi. Xalqi, prezidenti ortidagi mas'uliyatni chin dildan, vujudi bilan his etgan Alisher Hamrayevning Bedor tun, ogoh bo'l, vatan tuyg'usi kabi qo'shiqlari yoshlar tomonidan ko'tarinki kayfiyatda qarshi olindi. Avvalambor mana bolalarning chehrasidagi mana shu maktabdagi jarayonlarni ko'rib, bolalarni jasoratga va jasurlikka chorlovchi o'sha qiyofalarini ko'rib, bolalarni ko'rib turib biz xursand bo'lib turibmiz. Ha, tinchlik va xotirjamlik ulug' ne'mat. Uni asrab-avaylash, e'zozlash va ayni paytda bardavom bo'lishi yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilish bu o'zini shu yurt farzandi deb bilgan o'g'lonning yigitlik burchi. O'tkazilgan tadbirda ana shu g'oya o'z aksini topdi.